Tirmirtiki? Lab yo'q. Tushunmadim. Metro oldagi mana shu uyimizni 1 kvadraturasini 850 dollar deyapsiz. Ha, okey, ishonmayapsizmi? Mebel texnikasi bilanmi? Okey, shu yerda ko'rayotgan barcha jihozingiz shu narx ichiga kiradi. Bu uyimizda o'zi nechta xonasi bor? Umumiy 6 ta xonamiz bor. Metrogacha 500 metr, okey? remontlariga alohida e'tibor berasizlar. Endi qarang, ikkinchi etajda nechta xona bor shunda? 3 ta spandingimiz bor. Aha. Kattalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi, Qizlar xonasi bilan zo'r tarafi uyimizdan shundoq masjid ko'rinib tur ekanda. 5 vaqt azon ovozi eshitiladi, okey? Joyga maza qildim. 3-etajimizda spandik foydalansa bo'ladi, bu taraf katta zal qilib foydalansa bo'ladi. Plus bemalol mehmonlar kutib oladigan joy ekanda. Mazah kutib olishadi. Endi qarang, bu yoq tomonda nima bor? Yonimizda sanuzel joylashgan. 3 ta sanuzel. Pollari issiqqinami? To'pli pol. Mana yoq tomonichi? O'timiz kotelniy, okey? Uyimiz asosiy xonasini Marhamat, okey? Zalimizni mehmonlarga endi kutib oladigan joy. Uyim joyini deganlar. Shunaqa holini havas qilib, niyat qilgan bo'lsanglar, shu videoga bitta like bosib, yaqin tanishlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Aka, bu joyda nechta kottej qurgansiz? Umumiy 7 ta qurganmiz, okey? Aha. 3 ta mana shunaqa jihozligi, undan ikkitasini sotib olganmiz. Bu joyimiz qayerda joylashgan? Sergeli tumani, Yangi hayot, Aha. Navro'z mahallida Tupik ko'cha joylashgan bo'ldi. Ha, bolalar uchun xavfsiz ekanda. Endi qarang, bizlardan obunachilar kelib, shu uyni olaman desa, o't beradigan joy bormi? O't beradigan joyi bor, okey? Ha, o't berasiz. Mehmon kutib olaman desanglar, mazza. Nechta mashina qo'ysa bo'ladi tashqariga? Tashqariga 10-15 ta mashinali parkovkamiz bor. Xullas, uyim joyini deganlar, ushbu hovli sizlarga yoqqan bo'lsa, yoqsa-yoqsanda bitta like bosib qo'yinglar. Pastda akamiz nomerini qoldiraman, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytgancha bu videoni yaqin aka-uka, qarindoshlarga jo'natib qo'yish kerak ekanda, yonma-yon yashasa bo'lar ekan. Hali bor, yonma-yon uylarimiz bor, okey? Xullas, shunaqa gaplar. Charchab qolmanglar.